Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun navbatdagi fors tilidan hikoyalar o'qilishi va tarjimasi bilan tanishtiramiz. Marhamat, bugungi hikoyamiz bilan tanishamiz. Boshladik. Bulbul va mur. Bulbuli روی درختی آشیانه داشت. در زیر آن درخت مورچه‌ای ضعیفی هم لانه ساخته بود. بلبل شب و روز در پرواز و گرم ترنم بود. مورچه دایم دانه جمع می‌کرد و با خود می‌گفت بلبل از این قیل و قال چه سود خواهد برد و هنگام زمستان از کجا خواهد خورد. رفته رفته هوا سرد و برگ درختان زرد شد. کوه و صحراها را برف گرفت و دانه‌ها زیر برف پنهان ماندند. بلبل از گرسنگی به سطوح آمد و به در خانه مور رفت و گفت همسایه، امسال سال سختی است. من بدبخت از همه جا در مانده ام و به در خانه تو آمده ام. به من چیزی بده که نزدیک است از گرسنگی هلاک شوم. مور پرسید در تابستان چه می کردی که دانه گرد نیاوردی؟ بلبل جواب داد در آن موسم آواز می خواندم و وقت جمع آوری دانه نداشتم. مور گفت آنکه در تابستان اندیشه آینده نکند در زمستان به سختی درماند. و ushbu daraxtning ostida bir chumoli ham uy qurgan edi. Bulbul kecha kunduz sayrab parvoz qilib yurar edi. Chumoli esa doimo don tashish va jamlash bilan band edi. Bulbul bu qilig'idan, nag'masidan, sayrashidan nima foyda ko'radi deb chumoli o'ylardi va erta qishda nima yeydi degan fikrni o'ylar edi. Bora bora havo sovidi va daraxtlarning barglari sarg'aydi. Tog' va cho'llarni qor qopladi va barcha donlar qor ostida qolib ketdi. Bulbul ochlikdan juda qiynaldi va qo'shnisi bo'lgan chumolning eshigi oldiga borib aytdi: "Ey qo'shni, bu yil juda qattiq keldi. Men badbaxt hamma narsadan quruq qoldim va hamma eshikdan o'tib kelib sening yoniga keldim. Menga biror narsa bergin. Aks holda ochlikdan halok bo'ladigan yo'q. Nima bilan band edingki, o'zingga qish uchun don jamlamading?" Bulbul javob berdi. U paytda men sayrab maza qilib yurgan edim va don jamlashga vaqt topa olmadim. Shunda chumoli aytdi: "Kimiki yozda qishning g'amini yemasa, qishda mana shunaqa qattiq bir ahvolga tushadi" dedi. Demak, ushbu otiga o'xshatsa bo'ladigan narsaki, kimiki yoshligida, navjavonligida kelajagini, o'rta yosharligi va qariligini o'ylab mehnat qiladigan, o'qiydigan, hunar o'rganadigan bo'lsa, keyinroq hayotida uning farovon turmush kechirishi, oilasini bus-butun bo'lishi bo'ladi va aksincha kim yoshligini o'yin kulgi, qahqahalar bilan, bekorchilik bilan o'tkazadigan bo'lsa, keyingi ahvoli, ro'zg'ori, oilasi va qarichiligi juda qiyin mashaqqatda o'tadi. Har birimiz o'zimizga kerakli xulosani chiqarib, hali hanuzdan, hozirdanoq ilm va hunar olishga harakat qilaylik. Hammamizga yaxshi ilmlar va hunarlar nasib qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat.